Assalomu alaykum. O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi xodimlari safiga qo'shilganingiz bilan sizni tabriklayman. Shu bilan birgalikda sizning asosiy vazifangizga o'tishdan oldin muhim ko'nikmalar bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasining Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning tegishli bandlari asosida korxona va tashkilotlariga yangi ishga kirgan barcha xodimlar, oliy o'quv yurtlarining talabalari, o'rta maxsus ta'lim muassasalarining amaliyotga kelgan o'quvchilari, yollanib ishlovchilar hammalari o'rnatilgan tartibda ushbu korxona mutaxassisi tomonidan mehnatni muhofaza qilish bo'yicha kirish yo'riqdan o'tishlari shart. Kirish yo'riqdan o'tishdan asosiy maqsad ishga kiruvchini korxona yoki o'sha ish joyida mavjud bo'lgan xavfli va zararli va noqulay ish o'rinlaridan xabardor qilish va xavfli omillar ta'siridan xodimni himoyalash va xodimda o'sha mavjud xavfli omillarga qarshi ko'nikma hosil qilishdan iboratdir. Korxona va tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha olib borayotgan faoliyat O'zbekiston Respublikasining mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning tegishli bandlari asosida olib boriladi. Bunda ish beruvchi va xodim o'rtasidagi mehnat munosabatlarining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi majburiyatlari va vazifalari belgilab berilgan. Ushbu yo'l yo'riq berish davomida siz elektr xavfsizligi qoidalari, yong'in xavfsizligi qoidalari, ishlab chiqarish sanitariyasi, xodimlarga beriladigan shaxsiy himoya vositalari, ulardan to'g'ri foydalanish va ulardan saqlanish qoidalari va tegishli ishlarni bajarishdagi xavfsizlik talablari va ko'nikmalari bilan tanishasiz. Shu jumladan favqulodda holatlarda to'g'ri harakatlanish va jarohatlaganga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalari bilan tanishasiz. So'zimni so'ngida shuni aytib o'tmoqchimanki, men aytib o'tgan yo'riqnomalarga amal qilgan holda o'zingizning va siz bilan birgalikda ishlovchilarning xavfsizligini ta'minlagan holda mehnat faoliyatingizni a'lo darajada olib borishingizga ishonaman. Sog' bo'ling.